100 ming bo'lsa bitta qarsak, 500 ming bo'lsa ikkita qarsak. Men qarab tushunmadim. Bu shov meniki qarsakni men so'rayman, maylimi? Buchi? Flex o'zbekchada qichshu degani. Tak, valla biz yiqilyapmiz. Sen hali begona Wi-Fi'larga ulanib yuribsanmi? Buni qaranglar, bitta so'zim bilan Iboni fikrlarini o'zgartirib yuboraman men. Hammaga assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz ishonganing kim loyihasi. Kamin Islom Karimov. Doimgidek biz sahnada. Agarda siz ham bizni jonli ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta sahna stand-up klubiga tashrif buyuring. Aytgancha biz yaqinda o'zgaramiz, o'shaning uchun manzilni aytmay turibman. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring va biz qachon qayerga ko'chayotganimizni albatta sizga e'lon qilamiz. Sizlar xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ishonganing kim loyihasini olib boramiz, birgalikda ishtirok etamiz. Agar tayyor bo'lsanglar, biz birinchi juftlikni taklif qilamiz. Olqishinglar, ketak. Endi birinchi juftlik topishimiz kerak. Kim chiqadi? Kim? Ot sherigi bilan kelgan savollarga javob berishga tayyor. Bormi shunaqa? Kim ishtirok etmoqchi? 10 ta savol javob berasiz va g'oliblikni qo'lga kiritishingiz mumkin. Albatta, xavotir olmang. Biz buni eplab qo'yganmiz. Kim? Mayli kelinglar. Davay olqishinglar. Birinchi juftlik bizda Behruz hamda Kamron. Behruz, Kamron esa savollarga javob beryapti. Qanday tanishgansizlar, qanday do'stsizlar sizlar? Kimsizlar bir-biringizga? To'g'risini aytsam ukam. Radnoy ukangiz emas, ko'cha. Ko'cha yopilib ketmaganmi bizda hali? Ko'chada uka prosta chiqdingiz, kimga aka kerak? Kamron, ha. Xullas bitta volontyorlikka borganmiz. Volontyorlikka? Da, o'sha yerda bular boshqa organizatsiyadan kelgan bular. Men boshqadan borganman. Xuddi o'shanaqasi salom alaykum bo'lib ketgan. Bir-birimizga ishimiz tushadi. Shuni hisobiga. Xullas, ikkalar ham oylik olmaydigan tekin joyda ishlaysizlar? Yo'q. Volontyorlikda oylik beradimi? Sirli. Sirli oylik beradi. Necha yildan beri volontyorlik bilan shug'ullanasiz? Men 1 yildan beri. Ukangiz ko'cha? 3 oy, hali yangi. Novichok. Qancha bo'ldi tanishganingizga? 1,5 oy. 1,5 oy? Mayli, chiqsi yo'q. Behruz, demak, bizda 3 ta pul yutug'i bor. 100 ming so'm, 500 ming so'm hamda 1 million so'm. Qaysi summaga o'ynaymiz? Zal aytsin. Marhamat, aytinglar, qaysi summaga o'ynaylik? Yo'q, stop. Qanchalik dedingiz? Summa. Men qarab ukajon, yomon fikringiz o'zgarar ekanda. Vot zalga dedik, zalga qo'yib beraylik. 100 ming so'm, 500 ming so'm, 1 million so'm. 100 ming bo'lsa bitta qarsak, 500 ming bo'lsa ikkita qarsak. Men qarab tushunmadim. Bu shov meniki, qarsakni men so'rayman, maylimi? Yo'q, bu shov meniki, xohlaganimdek so'rayman. 100 ming so'm o'ynasin deganlar oyoq kiyimini yechib otsin. 500 ming so'mga o'ynasin deganlar stakan otsin. Yo'q, mana qarang, 100 ming so'm, 500 ming so'm, 1 million so'm. Qaysiga o'ynasin? Mana har xil u yoqda men fikr tashlamagan bo'lardim. Hamma har xil. 1 bilan go. 1 millionga. Demak, bizda Behruz hamda Kamron 1,5 oydan beri tanish. 1 million so'mga o'ynamoqchi va 1 million so'mning sharti. Demak, agarda siz 10 ta savoldan 7 tasiga to'g'ri javob bersangiz 1 millionni qo'lga kiritasiz. Agar mabodo 10 ta savoldan 4 ta xato javob beradigan bo'lsangiz, sharti quyidagicha: siz do'stingiz bilan boshlovchini stulda o'tirgan holda 1 daqiqa ko'tarib turishingiz kerak. Mana stuldamni ko'tarasizlar, men o'tiraman 1 minut. Ajoyibki, qurolday his qilasiz o'zingizni. Chorsuvga olib borib kelasizlar. Bo'ldi, berasiz. Rahmat. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz Kamron. Unday bo'lsa, biz boshlaymiz. Olqishlar va bizda birinchi juftlik Behruz hamda Kamron. Birinchi savol. Sizni ukangiz, ko'cha ukangiz Behruzning eng ko'p eshitgan qo'shig'i qaysi? Kamronning qo'shig'i. Ha, u eshitib yuradigan qo'shiq. Qaysi qo'shiqni juda ko'p eshitgan? Qayta.
Qo'shiq. O'ylashga vaqt bor hali. Siz o'ylab topaman deb o'ylaysiz. Bu haqida gaplashgansizlarmi o'zi? Qo'shiq, qaysi qo'shiq yoqasan? Sanga. Menga bilmayman, menga mana bu qo'shiq yoqadi. Ya qaramang yoqqa siz. Aytgancha, u yoqqa qarash mumkin emas sizga savol o'qilgandan keyin. Bo'ladi. Xo'sh, Ana Bastani qo'shiqlari. Basta. Bilmayman men. Demak, javobingizni qabul qildim. Sizningcha, ukangizning eng ko'p eshitgan qo'shig'i bu Bastani qo'shiqlari. Qo'shiqlari. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa Tohir Sodiqovning Bo'ldi xato deb nomlangan qo'shig'i. Menimcha bu sizlarga mos ham tushyapti hozir. Bugun qayta eshitib ham ketasiz, bo'ldi xato. Xo'sh, bizda ikkinchi savol. Tayyormisiz? Yo'q. Menga tayyorlar yoqadi. Demak, do'stingiz oziq-ovqat do'konida eng ko'p necha pullik narsa xarid qilgan? Oziq-ovqat do'konidan, kiyim do'kon emas. Oraliqdagi summani aytsa bo'ladimi? Bo'pti, qarang, plus minus 100 ming so'm. O'z do'konga kirganini ko'rganmisiz? Biror narsa xarid qilganini? Sizni ko'zingiz oldingizda necha pullik xarid qilgan eng ko'pi? 12 ming. 12 ming. Men oldimda. Sizni oldingizda 12 minglik xarid qilgan. Допустим, 1 million 100 ming xarid qilgan. Ha, 1 million 100 ming. Demak, shunda bizga ham 1 millionga, ham 1 million 200 ga o'tadi. 1 millionga. 1 million va 1 million 200 oralig'ida. Javobni qabul qilaymi? Ha. Javobni qabul qildim. Demak, sizningcha do'stingiz oziq-ovqat do'konida eng ko'pi bilan 1 million 100 ming so'mlik xaridni amalga oshirgan. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa 1,5 million so'mlik narsa xarid qilgan. Xayolimga kelgan birinchi summa edi. Demak, bizda 3-savol. Hozircha natijalar yomon emas. 2 savol va 2 noaniq ajoyib javob. Tayyormisiz? Yo'q va bizda 3-savol. Do'stingiz mashinada eng uzoq borgan joyi necha kilometr? Va qayerga borgan? 400 kilometr. Bilaman, xato. Yo'q. Demak, sizning javobingiz 400 kilometr. Yo'q, 300 kilometr. 300 kilometr. Ha. Samarqandga. Ha. Kelishdik. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa do'stingiz eng uzoq mashinada borgan joyi bu buvisinikiga. U ham bo'lsa 7 kilometr. Ha? 70 tir. Yo'q, 7 kilometr. Menimcha, shoudan keyin sizlar bir o'tirib gaplashib olinglar o'zi. Kimsizlar, qiziqishlaring nimada, bir-biringlarni. Keyingi shouingiz qachon? Kelishib olishinglar mumkin. Keyingi shou sizlar uchun hech qachon, biz uchun esa keyingi oyda. Tayyormizmi? 4-savolni o'qib eshittirishga men tayyorman. Hozircha esa hisob 3-0 oldinda biz. Tayyormisiz? Yo'q. Menga bu yoqadi. Do'stingiz maktabda qaysi partada o'tirgan? Qator va joyi. Hech bo'lmasa mayli, partasini ayting, nechinchi partada o'tirgan? Maktabda. Ukangiz ekan so'ramagansiz, menga qarang, uka maktabda o'qishlar qalay o'zi? Nechinchi partada o'tiribsan? Oldinroqqa borib qo'yaymi, tanishlar bor. Endi Toshkentda, Luboy joyda o'tiradi. Ya, unaqa javob bo'lishi mumkin emas, Luboy joyda. Koridormi? Luboy partada. Xohlasa agar. Luboy partada. Da, birinchi parta. Birinchi parta. Javobni Oxirgi partadir. qabul qildim. Tayyorlan ko'tarishga. Moralni tayyorlan. Menimcha bitta go'dakdan to'xtatish kerak edi, bor-ku. Dalshi borish kerak emas. Javobni qabul qildim. Sizningcha do'stingiz birinchi partada o'tirgan. To'g'ri javob esa 6-partada o'tirgan. To'g'ri, oxirgi dedimi? Oxirgi bo'ladimi o'shanda? Oxirgi partada o'tirgan. 5-savol. Ko'p. Va
Savol quyidagicha. Do'stingiz qaysi o'yinchoqni hali ham o'ynagan bo'lardi? Albatta, men o'zimdan to'qib aytayotganim yo'q-ku shuncha javobni. Qaysi o'yinchoqni hali ham o'ynagan bo'lardi? Agar kimdir savol qilsa yoki imkoniyati bo'lsa, xarid qilib o'shani o'ynaydi yana. Pultli mashina. Pultli mashina. Qabul qilaymi? Ha? Javobni qabul qildim. Sizningcha pultli mashinani hali ham o'ynagan bo'lardi. Da. Shunaqami? Ha. Va bu to'g'ri javob, olqishlab qo'ysak bo'ladi. Qoyil. Yomon emas. 5 ta savoldan bittasiga aniq to'g'ri javob berdingiz. Shunda bizda keyingi savol. Do'stingiz oyoq kiyim ipini bog'lashni necha yoshda o'rgangan? Uchinchi sinfida. 9 yoshida demoqchisiz. 9 yoki 10 yoki 8. Yo 1 yil erta borgan bo'lsa mumkin yoki 1 yil kech. 3-sinf bola oyoq kiyimini bog'lashni bilmaydi. Oson. Bilmaslik oson-da, lekin uni shuncha payt bilmay yurmaslikchi. Demak, sizningcha do'stingiz oyoq kiyim ipini bog'lashni 8, 9, 10 yoshida o'rgangan. Mayli, javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa 4 yoshida. Yomon ozgina adashoq aka lekin. Da, juda ham ozgina. Shazgina bor. Bizda keyingi savol. Eng ko'p ishlatadigan maqoli qaysi? Do'stingizni hayotda. Yetib keldi aka bo'ldi. Yoki mayli, eng ko'p ishlatadigan ibora deylik. Bu jam maqola emas. To'g'rimi? Chunki yerda iborada. Ha? Chunki yerda ibora javobida. Ha, javobda bittagina so'z. Eng ko'p ishlatadigan iborasi qaysi? Boru. Balu? Boru. Ha, borumi? Balu. Balu nimaga? Boru. Mayli, javobni qabul qildim. To'g'ri javobni esa do'stingizni o'zidan eshitamiz. Men tushunmadim yozuvingizga burqa. To'xta bitta o'qib olay desam. Flex edi, flex. Flex. Da. Nima degani bu? Flex degani, короче, krutoy degani. Flex. Anu demaydi. Krutoy degani qoldirsa. O'zbekchada qichchu deganida. Ha, bo'ldi. Qichchu degan so'z, ya'ni flexda ko'p, haqiqatan flex desa, как будто inglizcha gapiryapti bu bola. Ko'p narsani biladigan Молодец, bola o'qiyapti, mana flex deb biladi. Ajoyib. Va bizda 8-savol. Do'stingiz berkinmachoq o'ynayotganda eng noodatiy qayerga berkingan? Noodatiy berkingan joyi qayer bo'lgan? Men aytmayman, menga qaramang bunaqa. Xuddi aytavera deganday. Mayli, deb o'tkazib yuboraman. Olmaydi. Savol. Esingizdan chiqib ketdimi savol? Qaqqa berkingan, yashinmachoq o'ynayotgan vaqtida eng berkingan noodatiy joyi? Divandagi. Divandagi. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa podyez. Men ham kreativ sal yo'qroq ekan ukangizda. Podyez noodatiy joy emas. U doimiy odatiy joy. Bizda 9-savol. Bekmachoq joy emas edi lekin podyez. Do'stingizga birinchi marta laqab to'qigan inson kim? Opchasi. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa do'sti. Bitta bo'lsa ham topdi-yu, to'g'rimi? Ko'chadan o'rtoq qidirmaylar o'shanga. O'rtoq emas, aka deng. Aka qidirmaylar. Bizda oxirgi so'nggi savol. Familiyasini so'rasak ham bilmasa kerak. 10-savol. Do'stingizni eng ko'p ichgan dorisi qaysi? Paracetamol. Javobni qabul qildim. Noto'g'ri. To'g'ri javob esa yo'q, Fanigan. Fanigan o'g'illar dorisi emas-ku? O'g'il bola, qiz bola tanlamaydi-yu, ora qoldiradi yo. Asosan ayollar ichadi Fanigan. O'g'il bolaning dorisi emas-ku. Uni anaqa bo'lganda ichadi-yu, toksikoz deb. Behruz hamda Kamron olqishlab qo'ysak bo'ladi bugungi
Bizni ilk ishtirokchilarimiz, ilk juftlik. Bu juftlikdan biz bildikki, akangiz bo'lsa tug'ishgan bo'lish kerak. 1,5 oy bu juda kam muddat bir inson haqida bilib olish uchun. O'shanga qaramasdan siz 10 ta savoldan naqd bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Tabriklayman. Bu ham ajoyib natija va shartimiz bajarish vaqti yetib keldi. Men o'tirgan holatda sizlar meni 1 daqiqa ko'tarib turishingiz kerak. Keling, turasizlarmi sizlar shu yerda? Sizlar kutib turasizlarmi shu yerda? U turishadimi? Farqi yo'q. Kim? 1 daqiqa yo'q, o'tadi ketadi. Aholi, xalq. Zat o'xshasamiz, ketyapmiz-ku. Marakuya beradi. Ha? Ko'tarib olasizlarmi? Men yiqilib ketmaymanmi? Qani? Otamizlar. Yo, duo faqat otadan o'tadi. Duo faqat otadan o'tadi. 75 menimcha. Ha? Yo'q, qilmashda turgan joyimda. Yo'q, to'xtadi. O'zim men birinchi his qilay havodan men turibman muallaq degan narsa. Og'irgina ekanlar. Mana. Ushlaydigan joy bor. Ana. O qanaqa 1 2 3 ana. Endi bittang aytinglar. Ha, bo'ldi, mayli. Baqiringlar, shoh kelyapti deb. Ehtirom. Sal oldini ko'taringlar bolalar. Ana shunday turinglar. Qaraysizlar o'zi bolalar tepadan hamma joyi ajoyib ko'rinar. Yo, tushib ketyapman bolalar. Ana shunday. Oppa. Mana bu yaxshi. Da, все. Volontyorlikka o'zi qalay ishi u? Volontyorlik. Qayerda bo'lgansizlar volontyor bo'lib? Eng kruto ishlagan joyinglar. Konstitutsiyada bo'lganmiz. Konstitutsiya konsertida. Navoiy. Hamali Navoiyda. Ha. Navoiyni o'zi. Navoiymi yo Navoiymi? Navoiy. Navoiyni o'zida. Tak, bolalar biz yiqilyapmiz. Titanik cho'kyapti bolalar. Da, olqishlab qo'ysak bo'ladi. Behroz hamda Kamron ishtiroki uchun sizlarga kattakon rahmat. Bizda navbatdagi juftlik ajoyib dugonalar va sinfdosh ham ekan. Bizda Barchinoy hamda Iroda savollarimizga javob yozyapti. Barchinoy esa Iroda haqidagi 10 ta savolga to'g'ri javob berishga harakat qiladi. Demak, sizlar sinfdosh. O'rta sinfdosh, shu qo'shni. Esimiz taniganimizdan bir-birimizni taniymiz. Ha, shuni eslaring tanigansizlar, yoningizda Iroda bor. Ha? Nonni nimaligini bilgansiz, Irodani kimligini bir varakayiga. Bu juda yaxshi. Demak, ancha yildan beri 15 yil bor. Undan ham ko'p. Ajoyib. Menimcha ko'p narsani bilsangiz kerak. Ko'p gaplashasizlarmi o'zi? Ha, ko'p gaplashamiz. Universitet ajratdi bizni, ungacha birga bitta partada o'tirganmiz. Maktabda, ha? Ko'p narsani bilish mumkin lekin ajoyib. Xo'sh, bizda 3 ta pul yutug'i bor, 3 xil. 100 ming so'm, 500 ming so'm, 1 million so'm. Qaysi birini tanlaysiz? 1 millionni tanlaysan deb keldi menga kelguncha. Bo'ldi. Mayli. 1 million so'm. Agar 10 ta savoldan 7 tasiga to'g'ri javob bersangiz pul yutug'iga ega bo'lasiz. Agar mobodo 10 ta savoldan 4 ta xato javob beradigan bo'lsangiz, shart quyidagicha 10 ta saqich chaynagan holda she'r o'qib berishingiz kerak. O'zi o'qib beradi. Endi sizlar boshlovchining ustunligini ko'tarib tura olmaysizlar. Baribir o'shaning uchun 10 ta saqichni bir varakariga chaynab she'r o'qib berish kerak. Shart ajoyib menimcha. She'r o'zi o'qib turasizlarmi? Yodlaganmisiz she'r? O'zi bu shouga birinchi marta kelyapsizlar. Birinchi marta. YouTube'da ko'rganmisiz? Ko'rganman. Demak bilasiz. Bilaman. Temperament his qilasiz. O'zi sahnaga birinchi marta kelyapsizlar. Sahnaga ham birinchi marta. Nega shu paytgacha kelmagansiz? Bu ishlaydi. Ammo o'qiyman. Kechki payt ham o'qishim bo'ladi, shuning uchun kela olmaganmiz. Ha. Argument aniq va to'liq bo'lganligi uchun qo'shilib qo'yaveramiz. Xo'sh, bo'ldi, savollarga javob yozib berdingiz. Rahmat. Demak, bizda navbatdagi go'zal juftlik desak bo'ladi. Barchinoy hamda Iroda ham bizga savollarga javob berdi. Barchinoy esa bu savollarga javobni topishi kerak. Tayyormisiz? Tayyorman. Aytgancha, bular juda uzoq yillik tanish, sinfdosh, dugona, yaqin dugona, telegramdosh, gruppadosh, hammasi birga.
Yetmaganiga qo'shni ham. Bizda birinchi savol. Tayyormisiz? Xo'sh, sizningcha dugonangiz Iroda Toshkentda qaysi joyni yomon ko'radi? Qaysi joyni yomon? Ha. O'zing ham bilasanmi chiqadi? Bilmaysan? Taxmin qildim. Voy. Men sening taxmin qilaman. Universiteti. Universitet. Aniq bilmayman boshqa joyni. Mayli, javobni qabul qildim. Sizningcha dugonangiz Iroda Toshkentda eng yomon ko'rgan joyi bu o'zi o'qiyotgan universitet. To'g'ri javob esa travmatologiya. Yaqinda borib keldim men. Siz borib keldingiz. Yaxshi joymi yoqdimi sizga? Men ham yo'qman. Tavsiya qilmayman, bormanglar agar biron joylaringiz sinmasa. U aylanadigan joy emas. Shunaqa. Ikkinchi savol. Ikkinchi savol quyidagicha. So'nggi marta kim sizga sendan xafa bo'ldim deb aytdi? Ya'ni Irodaga kim oxirgi marta sendan xafa bo'ldim deb aytgan? Biz ko'p urushib, ko'p yarashamiz. Ko'p xafa ham bo'lasiz. Xafa ham bo'laman. Mayli, javobni qabul qildim va to'g'ri javob. Noto'g'ri. To'g'ri javob noto'g'ri? Yo'q, meni javob. Yo. Barchinoy? Ha? Da, siz. Qoyil, hozircha hisob 1-1 oldinda uchovimiz. Bizda 3-savol. Dugonangiz oxirgi marta ijtimoiy tarmoqlarda kimni blok qildi? Blok? Ha, haligi черный список deydi, qora ro'yxatga yoki bloklagan. Sizga aytgandir-ku, barcha men buni qara, blok qildim deb. Odatda kirmaydi. Ha. Hech kimni bloklamagan, bilmadim. Hech kimni bloklamagan deb qabul qilay. Balki kursdoshinidir, bilmadim. Hech kimni bloklamagan. Hech kimni bloklamagan. Mayli, javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa rostdan ham hech kimni bloklamagan. Yomon emas. Hisob 2-1 oldinda endi ikkalalaringiz. Bizda 4-savol. Dugonangiz Iroda boshini yuvishda qaysi shampundan foydalanadi? Menimcha qizlar buni bilish kerak. Men bu shampun yaxshi emas ekan deydi, bu shampun ishlat, bu zo'r ekan deydi. U meni uyimga ko'proq keladi, men unkiga bormayman, ko'p shanga bilmayman. O'zi bilan shampun olib kelmaydi. Balkim siz o'zingizni shampuningizni ayting, o'sha unga yoqib qolgandir. O'shaning uchun tez kelarsiz uyingizga. Balki boshqa. Demak, dugonangiz Iroda boshini asosan qaysi shampunda yuvadi? Xayolimga Pantene degan shampun nomi keldi. Pantene. Qabul qilaymi? Yo'q. Yana bittasi bor edi. Aha, yana qanaqa bor? Aprel bor. U Parashok u. Keyin yana qanaqa bor? Claire Woman bor, Claire Men bor, ha? Bilmaysan bab. Ha? Bilmaysan baribir. Bilmaysiz. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa qanday o'qilishini bilmayman просто bu. Xullas, dugonangiz Iroda boshini yuvganda asosan May Musi degan shampundan foydalanadi. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, 4-savol. Hisob yana 2-2 oldinda uchalamiz. Bizda esa savollarning ekvator chizig'i, ya'ni o'rtasi. 5-savol quyidagicha. Dugonangiz Iroda YouTube'da oxirgi marta qaysi videoni ko'rdi? Sahna? Yo'q. Yo'q. Bilasan. Siz aytib qo'ydi. O'ylay demadim. Bilasiz ekan.
YouTube'dan sizga video tashlagan bo'lish kerak. Qara, men buni qaragin. Tashlaganmisiz Iroda? Bugun tashlaganman. Bugun tashlagan ekan. Ana, SMS'dan ochib o'qimaydi. Bugun tashladik. Singlim. Xullas bog'chada narsa yasash kerak bo'lgan. Ularga bog'chadan YouTube'dan ko'rib, mana bu teatr, sahnali teatr yasash kerak bo'lgan. O'shani ko'rgan bo'lish kerak. O'sha bog'cha uchun vazifa berilgan teatr, qo'lda tayyorlanadigan teatr videosini ko'rgan YouTube'dan. Oxirgi marta. Bunchalik. Teatr. Qurilishi. Shu qurilishi kichkina. Bog'cha. Aniqmi? Iroda shunaqa narsalarni ko'radimi? Bog'chada nima yasash mumkin? Singlisiga tayyorlagan. Ha, singlisiga tayyorlagan. Demak, javobni qabul qildim. Bu javob esa to'g'ri javob, rostdan ham. Ha? Uy qurish degan singlimning darsi deb yozilgan ekan. Menimcha bu to'g'ri javob sifatida qabul qilsak bo'ladi. Yomon emas. 5-savoldan eson-omon o'tib oldik. Bizda 6-savol. Tayyormisiz? Tayyorman. Oxirgi marta dugonangiz o'zi uchun olgan buyum nima? Kiyim emas, buyum. Buyummi? Uy uchun anaqa sepadigan освежитель, kraska. universalniy anaqa yuvish uchun narsa, uy uchun sotib olgan. Ha. Tozalash Vositasi. vositasini sotib olgan oxirgi marta. Javobni qabul qilaymi? Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa dugonangiz oxirgi marta o'zi uchun olgan buyumi bu sochga maska. Undan keyin nima turadi? Mana tashamagan, ko'ryapsizmi sizga? Var xabardor qilmagan. Bizda 7-savol. Dugonangizga yaqin bo'lgan, lekin raqamini saqlab qo'ymagan odami kim? Dugonangiz uchun juda yaqin inson, lekin uni raqamini saqlayin qilmagan. Yoddan biladi. Yoddan biladi. Dugonamga yaqin. Men kontaktlarni ko'rganimda hammasini saqlayin qilgan edi. Demak, Unaqasi yo'q. Unaqa odami yo'q. men unaqa javob yo'qmi deb o'yladim. Unaqasi yo'q. Javobni qabul qildim. 7-savol quyidagicha edi. Dugonangizga yaqin bo'lgan, lekin raqamini saqlamagan inson kim? Siz aytdingizki, hammani saqlagan. Va bu to'g'ri javob, rostdan ham. 7-savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Hammani raqamini saqlab qo'ygan ekan. Bizda 8-savol. Dugonangiz Iroda eng ko'p kimdan qarz oladi? Yoki olgan? Eng ko'p kimdan qarz olgan? Eng ko'p qarz olgan insoni kim? Akasi shundoq beradi. U qarz emas, ha? Qarz emas. U qarz emas. Kursdoshlaridan olgan bo'lishi mumkin. Aniq ismini bilmayman. Kursdoshlar. Kursdoshi. Kursdosh. Javobni qabul qildim. Demak, sizningcha sizdan qarz olib turadimi? Men undan qarz olaman. Men undan ko'proq. Sizdan kim ko'p qarz oladi deganimizda sizda yozardi menimcha. Yo, siz u ro'yxatda yo'qmi? Mani, точно. Javobingizni qabul qildim. Demak, sizningcha Iroda eng ko'p qarz oladigan insonlari bu kursdoshi. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa opasidan. Habib opasidan. Akani esladingizmi, opani eslamadingiz? Opa shunchaki bermaydi-da. O'zini opasi emas-da. 9-savol. Dugonangiz Iroda oxirgi marta qachon otasidan dakka eshitgan deylik. Yo'q, urgan deb yozib qo'yibdi bu ham. Oxirgi marta otangiz qachon sizni urgan degan savol bor ekan shunaqa. Kecha hammasi yaxshi edi. Kechagacha hammasi yaxshi edi, ha? Agar kecha biror nima qilmagan bo'lsa, Aniq sana yozganmi? Yo'q, qaysidir voqeani yozgan. javob bergan shunchaki bo'ldi. Javob bergan shunchaki. Menimcha
Urmaganlar bizni. Urmagan, dakka eshitgan bo'lishi mumkin, lekin urmagan. Javobni qabul qildim va bu to'g'ri javob. Rostdan ham hech qachon menimcha o'zi otalar qizini urmasa kerak. Savolni kim tuzgan? Sal bema'ni. Menga yoqmadi bu savol. Yomon savol emas. Sizga yordam berdi bu savol. Bizda so'nggi 10-savol. Menimcha buni bilsangiz kerak. Maktabda matematika ustozining ismi kim bo'lgan? Sharofatov. Va bu to'g'ri javob. Olqishlab qo'ysak bo'ladi. Yomon emas. Siz 10 ta savoldan 6 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Bor yo'g'i bitta noaniq javob. Ya'ni opamdan degan menimcha qarz haqidagi savol eng oson savol edi. Uni topsangiz bo'ladi. Marhamat, bizga saqich keltiring. Yigitlar 10 ta saqich va ajoyib she'r. Mana. She'r ham bor. Kapalaklar odamlardan mehribon. She'rda qarang. Mana tug'ilganda men sho'rlikning bag'rim qon. Marhamat. Opa. Mana saqich bor. 10 ta ichida sanalgan hech kim chaynamagan oldin. Va mana she'r. 10tasini chaynash kerak. Hammasini bittada. Yordam berishim mumkin ozgina. Bo'lishsak-chi. Bo'lishmayman. Tak, sanab olaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta to'liq. 10 ta. Aytdimki, hech kim olib qo'ymagan, hech kim chaynamagan. Ha? Achchiqmi deyapsizmi? Miyatni ekan, ha. Miyata. Chaynab oling bo'ldi. Saqich. Tasavvur qiling, dugonangiz chaynab qo'ymoqchi siz saqichlaringizni, o'shaning uchun. Oxirgi saqchilar yer yuzidagi deb hisoblaylik. Keyin boshqa saqich chaynash imkoniyati bo'lmaydi. Qolib turamiz deb aytchi. Iroda iplaydi buni. Iroda sizda. Marhamat, mikrofon. Demak, bizda kapalaklar haqida ajoyib she'rni Irodaxondan eshitamiz. Marhamat. Kapalaklar odamlardan mehribon. Tug'ilgandan men sho'rlikning bag'rim qon. Bir jismimda talashadi ikki jon. Jon talashsam, tepamda charx urgan ul. Kapalaklar odamlardan mehribon. Oqishlarim, oq yomg'irlar ucharlar. Saharlardan shudring sharob icharlar. Tanlamayin qabrlarni qucharlar. Kapalaklar odamlardan mehribon. Gulga qo'nsa qanotlari botmaydi. Ojizlarim birovga tosh otmaydi. Bir kun yashar, bir-birlarini sotmaydi. Kapalaklar odamlardan mehribon. Bir qarasang, na kulbasi uyi yo'q. Na tovushi, na qo'shig'i kuyi yo'q. Kapalakning kambag'ali boyi yo'q. Kapalaklar odamlardan mehribon. Kapalakning Ka'basidir hur dala. Dalasida mehr to'la, nur to'la. Baxtsiz bo'lsa, bari baxtsiz bir yo'lla. Kapalaklar odamlardan mehribon. Oydin oqshom yodga tushding, o malak. Seni o'ylab bo'ldi yana qon yurak. Sevaman deb aldamaydi kapalak. Kapalaklar odamlardan mehribon. Muhammadga ishonmagan ey mo'minlar. O'lsam so'zim eslab uyga cho'minglar. Kapalakning qanotiga ko'minglar. Kapalaklar odamlardan mehribon. Bo'ldimi? Olqishlab qo'yamiz. Rahmat. Yaqin kunlarda juda ham hit bo'lib aylangan ajoyib qo'shiq bor, tarona bor, eshitgansizlar. Biz mana shuni qo'shiqning mualliflarini chaqirishga qaror qildik. Ipochik hamda Sinur. Olqishlar bizning mehmonlarimiz. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Jonli va shu yerda va YouTube'da kuzatayotganlar. Qalaysizlar?
Assalomu alaykum. Bizda Sinur savollarga javob beradi. Ipochik siz topishingiz kerak. Ipochik ismi Ibrohim. Nima uchun Ipochik? Xullas, buni istoriyasi juda ham oldinroq. Bu profilni o'zi eski ancha oldin ochganman, где-то 17-18-yillarda, kimdir esla olsa kerak. O'sha paytda V harfini trend bo'lardi, A qilib yozish moda bo'lardi. Keyin meni ismimda qarasam A harfi yo'q ekan. Davay dedim, men P ni B qilib yozaman dedim. To есть B ni P qilib yozaman dedim. O'shanda nickimda o'girganingizda, nabrot, Ibochik o'qiladi. Ha, buni o'zingizdan boshqa hech kim bilmaydi, nimasi prikol buni? O'zgarmagani prikolda. Ha, Ipochik teskari o'qisak Ibochik bo'ladi. Ikkita B bilan. Ibochik. No, mayli. Bu sizni tanlovingiz, biz nima deymiz? Hech narsa deya olmaymiz. Birinchi savolim. Sinur bilan qancha vaqtdan beri taniysizlar bir-biringlarni? 4 yil. 4 yil. Karantindan keyin. Da. Karantindan keyin tanishgansizlar va menimcha bir-biringlar haqida ko'proq ma'lumotga egamisiz? Gaplashib turasizlarmi? Yo faqat ish yuzasidan salom alaykum, kuplet aytib ket. Yoki bo'ldi. Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas, bilasizlar. Bo'ldi, qarang, bizda 10 ta savol, 10 ta savoldan 7 tasiga to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lasiz. Agarda 6 tasiga to'g'ri javob bersangiz, o'sha bo'ldi. 4 ta xato qilsangiz yutqizdingiz. Tushunarli. Bizda pul yutuqlari bor. 100 ming so'm, 500 ming so'm hamda 1 million so'm. To'g'ri javob bersangiz yutasiz, noto'g'ri javob bersangiz sharti bor. Shart qiymatga qarab o'zgaradi. Qaysi birini tanlaymiz? Qaysi birini tanlaymiz? Teparoq 1 million ekan. Men tepa desa boshqa narsa tushunibman. 1 million so'mlik mukofot tanlandi. Sharti quyidagicha. Agarda siz 7 ta savolga to'g'ri javob bersangiz yutasiz. Agar mobodo 4 ta xato javob beradigan bo'lsangiz, qo'llaringizni ishlatmasdan sharni puflab shirish kerak. Xo'p. Ikkita shar ekan bu yerda. Bu hammi? Ha, ikkovinglar ham mana sharni ushlamaysizlar. Ishlab turib shirish kerak. Buni ham sharni men shirib bersam bo'ladimi? Bir varakayiga. Ha. Siz kelishdik, menga farqi yo'q. Ikkita sharni bir varakayiga shirish kerak. Bu qo'shiq qachon o'zi ideyasi yozilgan edi? Kim bu bola? Bu qo'shig'i ideyasi 3 oy bo'lib qoldimi, Senur? 2 oymi, 3 oy bo'lib qoldi yozilganiga. Ha, sizlar birdan o'ylab, birdan yozib chiqardinglarmi? Ha, shunaqa bo'ldi rostdan ham. Chunki ajoyib. O'tirdik, yaxshi nastroy, kayfiyatimiz yaxshi edi. Rostdan yaxshi edi. Men shubham yo'q. Bu qo'shiqda yaxshi yomon kayfiyatda yozib bo'lmaydi menimcha. Siqilib. Muzika qo'ydim, Senur dedim, mana shu muzikaga nimadirlar deb ming'irlab berdim. Na qilib berdi. So'z yozdik unga. Bo'pti, mayli, keling bunaqa deymiz. Sinur dedim. Bizda ajoyib musiqa bor. O'shanga sen ozgina xirgoya qilib ber deb aytdim. Degan. Da, bo'ladi bu variant. Prям ming'irlab ber degan. Ming'irlashingiz shunaqami? Keyin na. Shundan keyin o'shanga moslab so'zlar yozilganda. Mani ming'irlashimga so'z yozib chiqqan keyin. Demak, agarda biz bu qo'shiqda so'zlarni o'chirsak, Sinur ming'illagan shunchaki. Shunday bo'ladimi? Vaqtingiz bo'lsa bir studiyaga o'ting, siz ham ming'irlab bersangiz yozib beraman nimadir. Menda qo'shiq bor tayyor, uni yozish kerak. Kelishdik. Ming'illash shart emas demoqchiman. So'zlari bor. Qaramayman. Bularga javob beraymi? Bitta 10 taga yetadi. Fuck. Demak, bizda savollar va ularga javoblar qo'limizda. Demak, yozuvim uchun emasmi? Yozuvim uchun emasmi? Ha, tushunyapman. Tayyormisiz? Ha. Demak, bizda birinchi savol. Agar Sinur sochini oq va qoradan boshqa qaysi rangga bo'yagan bo'lardi? Oq va qoradan tashqari yana qaysi rangga bo'yagan bo'lardi sochini? Bo'yagan bo'lardi yoki bo'yagan? Bo'lardi. Bo'yagan bo'lardingiz ekan. Yaqinda metodami, sendam? Men kecha nima ovqat yeganim esimda yo'q-da. Давайте бордовый. Bordoviy. Javobni qabul qildim. Demak, sizningcha Sinur sochini oq va qoradan boshqa rangga bo'yash mumkin bo'lsa, u bordoviyga bo'yagan bo'lardi. Qizil emas, хотя бы bordoviy.
Qip-qizil bosh bo'lib yurmaysan-ku. Bardovoy bo'lib yuraman. U sal temniyroq-da. Temniyroq rang bo'lganiga aytdim. Boshqa gaping? Temniyroq rang bo'lganiga aytdim. Ha, temniyroq rang bo'lganingga aytdim deb tushundim. Da, bu shunaqa shou bizda eng yaqinlar ham urishishi mumkin. Xuddi uydagidek. Demak, javobni qabul qildim. Demak, sizningcha bardoviy rangga bo'yagan bo'lardi. To'g'ri javob esa faqat qora rangga ekan. Demak, uchinchi variant yo'q shunda, to'g'rimi? Chunki har doim har xil rangga bo'yab ko'rganman уже. Bizda ikkinchi savol. Oxirgi marta ko'rib yig'lagan filmi qaysi? Ya'ni Senurni budilnik. Budilnik. Mana budilnik har doim jiringlaydi. Просто настройga kirib o'chirib qo'yishga erinaman. Bu yaxshi. Demak, Senur oxirgi marta qaysi filmni ko'rib yig'lagan? Om Shantiyon menimcha. Rostdan o'shani ko'ruvdim oxirgi marta. Bu narsa haqida gaplashuvdik oxirgi marta. Kechiringlar. Mashinani oxirgi marta ko'rib yig'laganman. Shunda yig'laganman deb. No, baribir lekin noto'g'ri javob deydilar. Noto'g'ri boshqa narsa yozganman. Yo, lekin rostdan yaqinda. Demak, sen menga shar ishirtirmoqchisan. Hozirdan aytib qo'y. Yoki oxirigacha aytmaydi hamma ko'rgan kinolarini yig'lagan. Yo, buni oxirgi deb shuni aytdi-da menga. Ha, no, yana bitta film bor. Chesni eslolmadim. Hozir ha devorasiz. Ha, demayman, aniq. Mayli, javobni qabul qildim. Sizningcha bilmaysiz. Yo'q. Mayli. Oxirgi marta Senur ko'rib yig'lagan filmi nomi bu O Maryam. Demadim. Bilaman, shuning uchun prosta aytib qo'ydim. Demak, hozircha hisob 2-0 oldinda. Men bizda 3-savol. Tayyormisiz? Aha. Demak, Senurning uyida umumiy hisobda nechta yubkasi bor? Buni o'zim ham hozir bildim, Ibrohim. Sen bilmasang xafa bo'lmayman. Bo'ladi-ku, mana bunaqa kiyib kelgan desa, men o'zi bor yo'g'i mana shunchagina yubkam bor. Men borib yana bitta yubka olishim kerak deydi. Syomka bu aniq ishlatilgan sifra bo'lishi topishim mumkin lekin. Da. 5-6 ta kelyapti xayolimga. Chunki bu bitta oladi, kiyadi, kiymaydi qaytib. Ha. Siz shu tarafdan o'ylayapsiz. Ha. Sizga osonroq bo'lishi uchun +-1. Endi raqam ayting. 3 ta. 3 ta yubkasi bor. Demak, bizda shunda 2 taga ham to'g'ri keladi, 4 taga ham to'g'ri keladi. Shunaqami? Javobni qabul qildim. Va bu to'g'ri javob rostdan ham 4 ta yubkasi bor ekan. Umumiy hisobda. Men esimda bor 4 ta. Ha. Bizda 4-savol. Senur shu paytgacha eng og'ir necha gramm tilla taqqan? Og'irligi necha gramm bo'lgan taqqan tillasini? +1 nimadir bormi? Tilla qimmat-ku, mayli yarim. +- yarim gramm qo'shib beraman. Ну, давайте 3. 3 gramm tilla. U kichkina bo'ladimi 3 gramm tilla yoki katta bo'ladimi? Kichkina bo'ladi. Kichkina bo'ladi u, ha? Ha. Uzuv. U kichkina bo'lar ekan. Ha. Kammi? O'zi bitta komplektim bor. O'sha komplektni общий hisoblab aytasiz. Ha, общий hisoblab aytishing kerak. Unda 8, где-то 7-8 da. Bitta raqam. 7. Da, bilmayman qayerdan bildi, to'g'ri lekin rostdan ham olqishlab qo'ysak bo'ladi, ha. Mana bunaqa yozilgan. Bilmayman-da, no mayli 7 gramm deyilgan. Haqiqatan. Yomon emas, hisob 2-2 oldinda endi uchalamiz. 5-savol qo'ydagicha. Senur shu paytgacha kartadan eng ko'p o'tkazgan puli qancha? Kartadan pul o'tkazib yuborgan, "Men shuncha pul o'tkazib yubordim, tushunyapsanmi bugun?" deb aytgan. Bittada o'tkazganim. Da. Давайте 15 million. 15 million? 15 million da. Bittada. Senur. Ha. Ya, komissiya borga yetgan Senur yechadi lutcha, to'xtang. Buni pishuvlik esimga tushib qoldi hozir.
plus minus 3 million hisoblayman men mayli. Endi raqam, aniq raqam kerak bizga. Kalkulyator ha, hisob kitob ketdi. Men plus minus 3 million hisoblayman. Menimcha senga yetmaganman. O'rtacha oylikda 3 million, to'g'rimi? Normal. 90. Yoki 87 yoki 93 million bo'ladi. Shundaymi? Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa 110 million. Nima qilding shuncha pulni? $10,000 o'tkazdim u yaqinda. Kimga? Keyin aytaman. Voy, esladim. Da. Shar berasizlarmi? Yo'q, biz hozircha bor yo'g'i 5 ta savolni o'qib eshittirdik, o'shandan 3 tasiga xato javob berib bo'ldingiz. Oldinda faqat to'g'ri javob berish kerak. Tayyormisiz? Da. Bizda 6-savol. Demak, Sinur qaysi mashinani umuman sotib olmaydi? Matiz'ni. Puli bo'lsa ham. Aniq sotib olmaydi Matiz'ni. Shoshma. To'xta, menga bir qaradi. Biz maylimi ozgincha podskaska bersam? Qanchalik u ozgincha? Ozgincha. Nomini aytish mumkinmi? Yo'q, nomini aytmayman. Aha. Prosta podskaska aytaman. Biz butun jamoa bilan yomon ko'ramiz bu mashinani. Ha, Cobalt. Cobalt aytadiganlar, men nima qildim senga hozir deydi. Chunki komandamizdagi har bitta odam Cobalt bilan avariya bo'lgan. Rosa, har bitta odam tarixida bor shu narsa. Meni ham Cobalt kelib urgan. Ko'rasizmi? Cobalt. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa Matiz. Hazırlaştım. Cobaltda olqishlab qo'ysak bo'ladi. O, yomon emas. Yana oldinda uchalamiz. Hisob 3-3. Bizda esa 7-savol. 7-savol. To'y uchun qancha pul sarflagan bo'lardi Sinur? Sharra beravering aka. Buning uchun bo'lmaydi. Bir qarasangiz zo'r narsalar xohlaydi, to'yimda nima narsalar qilish kerak deydi. Bir qarasangiz skromniy bo'lsa ham bo'ladi deydi. O'shanga to'g'ri yo'ldasan. Demak, prям вообще to'g'ri yo'lda ketyapsan. Prям yonidasan prям. Bizga raqamlar kerak. Sinur to'yiga nechta pul sarflagan bo'lardi? Pochka. Kammi? No, sen o'zing gapingga o'zing qarshi chiqyapsan hozir. O'tda balkim men 2 xil summa yozganman. Boyaga zo'r anaqa ketayotdi. Yo'lda edi, to'g'ri yo'lda edi odam, to'g'ri yo'lda. To'y qilyapti. Sinur nechta pul sarflashi mumkin? 5 lami, где-то. Bu bolaga qanday tushuntirsak bo'ladi? Ibrohim, o'tda 2 ta summa bo'lishi mumkin. Tak, mayli qiynamaylik, 2 ta summa yozilgan. 2 xil summa yozilgan. Sen o'zing aytgan gap, yo, вообще zo'r bo'lish kerak, yo, bu вообще musor bo'lish kerak da. Нет, не мусор, вообще скромный bo'lish kerak. Скромный bo'lish kerak da. To'ydi. Kim bunaqa muhokama qilgan? Yo zo'r bo'lsin, yo musor bo'lsin, nima bu to'y? O'rtancha to'y kimga kerak? Ну, rostdan mana shunaqa deyman. Вообще скромный bo'lsin, или вообще вау bo'lsin. Prям yozganmisan? Prям вау, mana prям скромныйga qancha, prям вауga qancha? Prям вау. Wow! 50 ming? Eng zo'r bo'lsa 50 ming deylik. Mayli. No, musor aytganimda musor to'y bo'lsa, где-то 5 ming. Скромный. 5 ming men qilganman to'y 5 mingga. Kechiring aka. Buni hisobi bilan hisobladim-da hozir. Yo, men unchalik shedri emasman. $1000 emas aniq Senur. Hech narsa bermaydi $1000 ga. Shirar ekansan-da unda. $1000 mi? $1000. Ikkita raqam bor, ikkinchisi-chi. 10 ming. Ayni birinchisi naqa? 10 ming. Wow, to'yga 10 ming? Ya, wow to'ymi? Prям wow. Bo'pti 100 ming. Prям wow bo'lsa. Javobni qabul qilaymi? Da. Javobni qabul qildim. Sizningcha Senur to'yga yo $1000 sarflaydi, yo $100,000. Shunaqami? Da. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa yo $1000 yoki $1 million. Sen qatta to'y qilmoqchisan? Shuni ayt menga. Da bo'lmaydi, babu. Wow, menga скромный yoqadi. Unda shu скромныйni olish kerak edi. Men yo'q.
Menga normalniy to'y qilsa bo'ladi. Yo'q, mana yo'q. Tak, yomon emas. Javobni qabul qilasizmi buni? Javobni Qabul qabul qilamiz. Qarang, mayli. 50 ga 50. Xo'p. 50 ga 50 qabul qilaman. Va bizda 8-savol. Tayyormisiz? Ha. Demak, agar Sinur mabodo hayvonga aylanib qolsa, qaysi hayvonga aylangan bo'lardi? Artikulatsiyani qimirlatmaymiz. Menimcha buni gaplashgan bo'lishinglar kerak. Ha. Gaplashgansizlar albatta. Faqat men hozir xitrlik qilganman-da. Boshqa narsa yozganmisan? O'sha prosta O'shani ham bilmaymanmi? bilasan-da, bilganing gapirmayman. Sharishtirishingni ko'rgim kelyapti. Podskaska bersam bo'ladimi? Ko'p emas lekin. Xo'p. Tak, ikkita so'zdan iborat podskaska. Ha. Wo Prosta yashaydi. Kapibarami? Kapibara. Ha, kapibara. U hayotda bor-da, prosta foydasi ham, ziyoni ham yo'q hayvonlar. Kapibara? Da. Prosta yashaydi. Bu menga rasmini chiqaring, montajyor. Mana shu kapibara. Kapibara. Shunga aylanib qolgan bo'lardi. Va bu to'g'ri javobda. Olqishlab qo'ysak bo'ladi. Sinur bir kunda nechta odam bilan salomlashadi? Sanab olsammi? To'rtta ili 5ta. Ha? Yo'q, men. Prям 100 salomlashishmi? telefonda ham prям shunaqa men tushunmanman unda. Ne, salomlashish. Farqi Prosta yo'q. salomlashish. Prosta salomlashish. Salomlashish. Davay 10 ta. Podkastga berib chiqaringlar. Salomlashish. 10 ta. Nechta? 10 ta. Podkastga bering, bitta Islom aka. Bitta so'zdan. Yo. Mayli, bitta so'zdan iborat bo'lsin faqat. Har bitta podkastkadan 100 ming ayiraylik bo'lmasa. Tezroq topamiz. Agentstvom. Ajoyib so'z bo'ldi. Bo'ldi, boshqa umuman gapirmaymiz. Demak, Sinur bir kunda nechta odam bilan? Sanog'i yo'q. O'zi ham bilmaydi, aniq son yo'q. Chunki har kuni har xil odam bilan salomlashadi. Juda ham ko'pchilik bilan. Buni qaranglar, bitta so'zim bilan Iboni fikrlarini o'zgartirib yuboraman men. Va bu to'g'ri javob. Juda ko'p odam bilan salomlik qilar ekan. Qoyil. Va bizda oxirgi savol. Agar mana shu savolga to'g'ri javob bersangiz, yutgan hisoblanasiz. Agar noto'g'ri javob bersangiz, yutqizgan. Sinur umuman hech narsa gapirmaymiz, bu gal shunchaki jim o'tiramiz. Bu o'zi ham topolmagan savolga men javob berishim kerak. Da. Tayyormisiz? So'nggi hal qiluvchi savol. Sinur shu paytgacha uchrashgan eng mashhur insoni kim? O'zi uchun mashhur. Ana shunaqa deb qo'yaylik. Oilaga yetmaganmisan? Uni o'zim ham hozir bildim. Ha, yo'q. Ibrohim o'ylaguncha xohlasangiz gaplashib turamiz, chunki uzoq o'ylaydi точно. Yo'q. Hal qiluvchi savolda, pullab ketishimiz kerak. Hal qiluvchi savolda. Da. Ha, onajon? Onajonim, siz mehribonim, munisam, dardkashim. Shu odamni yaqinroqdan ko'rganmi yo so'rashganmi u bilan iminni borib? Ko'rishganmi? Ну, savolda o'zi ko'rishgan edi, просто qaytardim. Ha, ko'rishgan. Ko'rishganmi? Tirik odamda? Aka chalg'itmay. Просто anaqa ham keldi-da, Jennifer Lopez degan variant ham keldi, ko'rgani borgan konsertiga, o'sha deb o'yladim ham. Ne, ko'rishgan bilan ko'rgan menimcha farq qiladi. Da. Rahmat. Islom aka, ikkinchi martasiga. Misol uchun men Ronaldoni ham ko'rganman, Messini ham ko'rganman-da, televizordan bo'lsa ham. Yopti Jahongir Otajonov, boshqa variantim yo'q men. Ko'rishmagan. Jahongir Otajonov. Ko'rganman ularni, no litsom к лицу ko'rishmaganman. Xo'sh, sizningcha Sinur hayoti davomida uchrashgan eng mashhur insoni kim?
Bo'pti, Ozodbek Nazarbekov. Javobni qabul qildim. Demak, sizningcha? O'zgartir. Hali 10 soniyang bor edi. Sizningcha? Sochini faqat qora rangga bo'yaydigan. Maryam filmini ko'rib ko'z yosh to'kkan 4 ta yubkasi bor. Eng ko'p taqqan tillasi og'irligi 7 gram bo'lgan 110 million so'm bir martada kartadan kartaga ko'chirgan. Hayotida umuman sotib olmaydigan mashinasi Cobalt $1000 yoki $1 million ga to'y qilishi mumkin bo'lgan. Kapibara hayvoniga aylanib qolishi mumkin bo'lgan. Agar imkoniyati bo'lsa va bir kunda juda ko'p odamlar bilan salomlashadigan Sinur shu paytgacha uchratgan eng mashhur insoni kim? Ozodbek Nazarbekov. Javobni qabul qilaymi? Qabul qildim. To'g'ri javob esa Abdurahmon aka ekan. Yo'q, o'zlarini jamoadoshi Abdurahmon Mufid o'zim. Abdurahmon Mufid. Abu aka. Abu ukamdan подписчик ko'p odam bilan ko'rishganmisan? Ko'rishganman, lekin eslolmadim. Shar beringlar. Yo'q, rostdan-da eslolmadim hozir. Rostdan qiynaldim oxirgi savoliga. Mana, ipochik mana shu ikkita sharni bir varakayiga qo'llarini ishlatmagan holda shirib berish kerak. Malol. Bo'ldi işte, bo'ldi. Da, olqishlab qo'ysak bo'ladi. Rahmat. Bu topgan 1 million, topolmagan bitta shar deganday ajoyib sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin va sizlarga ishtirok uchun kattakon rahmat aytib qolamiz. Ipochik hamda Sinur olqishlab qo'ysak bo'ladi. Bu ishonganing kim shousi-da. Agarda sizda ham ishongan insoningiz bo'ladigan bo'lsa, farqi yo'q. Akangiz, opangiz, dadangiz, singlingiz, ukangiz, qo'shningiz, ko'chadan topilgan aka ukangiz bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Shunchaki avtobusda sizni ketirib tashlagan odam, Insta'dagi starstadir, balkim больницада kimdir sizni davolagan bo'lsa, o'sha hamshira. Farqi yo'q. Shunchaki siz haqingizda ko'proq ma'lumotga ega bo'lgan ishongan odamingiz bilan keling va bizda shoumizda ishtirok etib pul yutuqlarini qo'lga kiriting. Sizlarga esa rahmat tashrifingiz uchun. Biz doim sizni ko'rishdan xursandmiz. Siz esa bizga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni albatta do'stlaringiz bilan ulashing. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.